Bizga ma'lumki, 26 aprel O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni qabul qilingan bo'lib, ushbu qonun qabul qilinganiga roppa-rosa 29 yil to'ldi. Bizning faoliyatimiz asosan ushbu qonun bilan chambarchas bog'liqdir. Shu munosabat bilan bugun O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qo'mita va uning hududiy boshqarmalarining asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri sifatida iste'molchilar huquq va faoliyatlarini himoya qilish, manfaatlarini himoya qilish, aholining huquqiy va iste'mol madaniyatini yuksaltirish, ichki bozorlarda sifatsiz tovarlar sotilishini oldini olish, reklama bozorini tartibga solish hisoblanadi. Aholining iste'molchilik bilim va savodxonligini oshirish bo'yicha hududiy boshqarma tomonidan viloyat xalq ta'limi, oliy ta'lim muassasalari, Sog'liqni saqlash boshqarmasi, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasi, O'ztest davlat unitar korxonasi, Dori-dormon IChJ va Madad nodavlat notijorat tashkiloti, shuningdek kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatib kelinmoqda. Hududiy boshqarmada iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish yo'nalishida murojaatlarni o'rganish qonunchilikda belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonuni talablaridan kelib chiqib yo'lga qo'yilgan bo'lib, hududiy boshqarmaga 2025-yil 1-aprelga qadar jami 2041 ta murojaatlar kelib tushgan va tahlillar o'tkazilgan. Shuningdek, hududiy boshqarma tomonidan viloyat hokimligining tashqi reklamani muvofiqlashtirish bo'linmasi bilan hamkorlikda joriy yilning 1-choragi davomida olib borilgan ishlar natijasida elektron tizim orqali jami 514 ta arizalar, shundan 292 tasi avtomobillarga tashqi reklamani joylashtirish yuzasidan, 52 tasi xususiy mulkka tashqi reklama joylashtirish yuzasidan va 168 tasi ilgari berilgan pasportlarni yangi namunadagi pasportga almashtirish yuzasidan murojaatlar kelib tushgan. Ushbu tashqi reklama obyektlarini joylashtirish yuzasidan mahalliy byudjetga jami 416,900 ming so'm, shundan 280 million so'm elektron tizimdan invoice orqali 136 million so'm mablag' eski yillardan to'lanmasdan qolgan mablag'lar hisobiga undirilgan. Hududiy boshqarmaga joriy yilning 1-choragi davomida jami 234 ta tashqi reklama axborotlarining qonunchilik talablariga mosligi to'g'risida xulosalar olish yuzasidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 148 ta tashqi reklama axborotlariga qonun talablariga mosligi yuzasidan ijobiy xulosalar berilgan bo'lsa, 86 ta tashqi reklama axborotlarining qonun talablariga mos bo'lmaganligi sababli rad etilgan va joyda bartaraf etilgan. O'tgan davr mobaynida jami 15 ta, shundan 8 tasi maxsus komissiya qaroriga asosan 7 tasi to'g'ridan-to'g'ri bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berilgan va berilgan ko'rsatmalar belgilangan muddat mobaynida bartaraf etilishiga erishilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.